do'stlar, bugun sizlarga tradingni o'rgatmoqchi emasman. Aksincha, anti-trading nimaligini tushuntirib o'tmoqchiman. Anti-trading bu treyderlar tarafida bo'lish emas, balki treyderlarga qarshi qandoq pul ishlasa bo'ladi, shuni tushuntirib o'tmoqchiman. Ko'pchiligingiz bilasiz, tradingda 90% odam pul yo'qotadi. Qolgan 5-10% doimiy foydada bo'ladi. Nimaga unaqa holat yuz beradi? Chunki treyderlarning ko'pi emotsiyada savdo qiladi, risk menejmenti bo'lmaydi, bilimi bo'lmaydi va hokazo va hokazo. Shuni ketidan pul yo'qotadi. Uni ustiga ustak pul yo'qotgandan keyin qo'li qaltirab bankka yuguradi, azarti ochiladi, bankdan kredit olib, kreditni pulini ham qisqa qilib aytadigan bo'lsa dabdala qiladi va oxir-oqibat o'z hayotini buzib qo'yadi. Shuning uchun biz aqlli savdoga qilamiz, ya'ni treyderga o'xshab savdo qilmaymiz va unga qarshi, ya'ni 5-6 ta platformalar bor, o'z pullarini ochgan, o'sha yerga pulimizni qo'yib, treyderlarni yo'qotishidan pul ishlaymiz. Bizni treyderlarga o'xshab ertalabdan kechgacha monitori tagida zombiga o'xshab ugadayka o'ynamaymiz. Tepaga ketarmikan, pastga ketarmikan, mana bu indikator nima ko'rsatyapti, mana bu nima ko'rsatyapti, dunyoda qanaqa xabarlar bor, Trump nimaga bunaqa dedi, u nimaga bunaqa dedi, tushib ketarmikan, bitcoin ko'tarilib ketarmikan. Bizga ugadayka, lotereya umuman kerak emas. Tradingni 90% pul yo'qotadigan odamlar ugadayka o'ynaydi. Biz esa moliya bozorini to'g'ri tahlil qilib, treyderlarga qarshi pulga pulimizni qo'yib, to'g'ri treyderlarga o'xshab katta pul ishlamasligimiz mumkin, lekin gadavoy o'z 30, 40, 50%imizni olib ketamiz. Shunaqa gaplar xullas. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Trading sohasini o'rganmasdan turib, kamida o'zingga 5-10 yil vaqt bermasdan turib trading sohasiga kirmaymiz. Bu video o'zi ko'pincha ogohlantirish sifatida yozilyapti. Shuning uchun yoshlarga va boshqa trading sohasini tushunmaydigan odamlarga bu sohaga kirishni qat'iyan man qilinadi. Ehtiyot bo'lish birinchi o'chirda. Qo'li qaltirayotgan odam bo'lsa, trading qilaman deb tushungan, ancha yil umri ketgan treyderga borib maslahat qilib, bilim olib, keyin jahon fond bozoriga, O'zbekiston fond bozoriga yoki Rossiya fond bozoriga kirib trade qilishi mumkin. U ham 5-10 yil umr sarflash kerak bo'ladi. Agar shunga siz tayyor bo'lsangiz, unda qilsangiz bo'ladi. Bo'lmasangiz, mani komandamga qo'shilishga to'g'ri keladi. Ya'ni obrazni aytyapman, komandamga deb, ya'ni menga o'xshab trading bu tarafda bo'lsa, anti-trading bu tarafda. Tradingni yo'qotishidan biz pul ishlaymiz. Bo'ldi. А что, так можно было, что ли? Это правда, что ты считаешь, что трейдинг в целом то же самое, что онлайн-казино, где люди просто теряют свои деньги? Да. Это правда. А как же вот эти вот все бесконечные даже самые рилсы, где люди зазывают в трейдинг: пойди, научись, выиграй. Ой, выиграй, видишь, у меня даже оговорка про выиграй. Подними деньги, зайди. Как же это так? Трейдинг работает, но работает для людей, у которых многие годы статистики, наработанного опыта и терпения, обучения, огромного понимания. Это невероятная нужность силы на то, чтобы научиться и начать что-то зарабатывать. Говорят, буквально 1 или 2% людей, трейдеров на долгосроке зарабатывают, большая часть теряет. И это сравнимо очень с казино, потому что трейдинг — это по факту торговля, используя вероятности. То есть ты просто выбираешь более вероятные исходы событий, но ты никогда не знаешь, какие они будут на самом деле. Нужны профессиональные навыки, там все не так все просто. И в казино это так работает. Чуть-чуть даешь волю эмоциям, и все. Нету депозита, нету... Дай бог, это твои были деньги. А многие люди проигрывают состояние, и, к сожалению, да, в большинстве своем, для большинства людей это просто возможность поиграть.